Jigerdagi mayni serib, jigarning iqtidorini asli keltiradigan oilada qo'llanishcha usuldan yana birini olib keldim. Putimizga tikin kirib ketsa, darhol uni ilib o'tamiz. Ko'zimizga axlat kirib ketsa, darhol uni yuvib chiqarib o'tamiz. Jigarning tunji qitim qutqizish signali chiqargan vaqti bo'lsa, kechada uyqu kelmaslik, modda alinish nachar bo'lib, badan nollik qoplab kundan kunga samirib ketish, atiganda qopqanda og'zi ochiq bo'lish, og'iz purash, cho'ng tari tepishqoq kelish, choch moyliq bo'lish, ikki chekisi bolda oqirib ketish, qo'rg'on tomoqlarni yesa ko'ngli ilishish, bosh chinqilib og'rish. Ahvollar dal jigarniki tunji qitim sizdan qutqizishni talab qilgan vaqti. Agar bu vaqtga sal qarab, yana bu vaqtni qo'ldan berib etsangiz, oxirida yoshligingiz topgan pulning hammini doktorxonaga qo'sh qo'llab, tanglab, meni qutqizib oling deydigan ish chiqadi. Topgan pulimizni doktorxonaga xarjlamay, topgan pulimizni sog'lomligimizga xarjlaylik. Endaqda bu usulni oilada sizim sinab biqing. Ya'ni olqat, limon bularni pokiz yuvib, har kunlik choy damlab ichib berishni odat qilsangiz, jigar va tanning iqtidori yaxshilanadi. Agar buningdan yaxshilanmasa, sizning jigar asoschi chiyimizni iste'mol qilib, bosh pat kirib setib olsangiz bo'ldi. Qanday setilishini bilmaganlar